Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. To'rtko'l tumanida ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash maqsadida 2025-yil birinchi chorak davomida ma'naviy ma'rifiy ishlar va tadbirlar to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim qilmoqchimiz. Hurmatli prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, bizning ikkita o'q tomirimiz, ikkita tayanch ustunimiz bor. Biri iqtisodiyot, biri ma'naviyatdir. Ma'naviy buyuk xalq iqtisodiy tomondan ham buyuk bo'ladi deya ta'kidlagan edilar. Darhaqiqat 2025-yil atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili davlat dasturi hamda tuman ma'naviyat va ma'rifat kengashi yo'l xaritasiga asosan Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi To'rtko'l tuman bo'linmasi va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda birinchi chorak davomida tumandagi mahalla ta'lim muassasalari va tashkilotlarda 56 ta ma'naviy ma'rifiy targ'ibot tadbirlari amalga oshirildi. Jumladan sariq va qizil toifaga kiritilgan 7 ta mahallada ularga 12 ta biriktirilgan ma'naviy ko'makchilar va targ'ibot guruhi a'zolari ishtirokida ma'rifat orqali farovonlik sari, jaholatga qarshi ma'rifat, oilaviy ajrimlarning oldini olish, to'y, oila tantanalar, ma'raka va marosimlarni tartibga solishga doir mavzularda 20 dan ortiq ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, uchrashuvlar o'tkazildi. Ta'lim muassasalarida birinchi chorak davomida jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olish, odob axloq qoidalari, kiyinish madaniyati, kitobxonlik oiladan boshlanadi kabi mavzularda oila, mahalla, ta'lim muassasasi hamkorlik mexanizmini joriy qilish bo'yicha ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. O'quvchilar orasida milliy qadriyatlarimizga o'z navbatida targ'ib bilan birgalikda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida reja grafik asosida maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 22 ta umumta'lim maktablarda kinokarvon loyihasi doirasida Robot, Baron 2, Abdulla Aripov, Biruniyning yoshligi, Maktab hayotim, Jannat onalar oyog'i ostida, Vatan ostonasi, Ayol qismati va boshqa milliy kinofilmlar namoyish qilindi. Shuningdek, barcha ta'lim muassasalarida vatanparvarlik, ma'naviyat va buyuk siymolarga ehtirom, milliy qadriyatlar oyligi doirasida yoshlarni harbiy vatanparvarlik va vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, buyuk mutavakkillarimizning ilmiy ijodiy merosini targ'ib qilish hamda diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar mazmun mohiyatini keng targ'ib qilish, ajdodlar merosi va sharqona qadriyatlarimizni asrab-avaylashga qaratilgan chora-tadbirlar dasturlari ishlab chiqilib, bir qancha ishlar amalga oshirildi. Shuningdek, birinchi chorak davomida tumandagi 25 ta korxona va tashkilotlar bilan tasdiqlangan ikki tomonlama yo'l xaritasiga asosan belgilangan vazifalar ijrosi ta'minlandi. Va shuningdek, ushbu korxona tashkilotlarida 12 ta ma'rifat soatlari o'tkazildi. Shu bilan birga har haftaning juma kuni efirga uzatiladigan siyosiy ma'rifat soatini tashkilotlarda o'tkazilish bo'yicha monitoring olib borilmoqda. Ushbu tadbirlarda jami tumanimizning 2300 dan ortiq aholi vakillari, jumladan 125 nafar tashkilot xodimlari, 17 nafar san'at va madaniyat xodimlari, 11 nafar ijodkor va yozuvchilar, tumandagi 12 nafar ma'rifat targ'ibotchilar guruhi a'zolari, shuningdek 1320 nafar yoshlar, 730 nafar ayol qizlar, 54 nafar nuroniy va ziyolilar hamda aholining boshqa ishtirok vakillari qatnashdilar. Hurmatli vatandoshlar, darhaqiqat bugungi kunda olib borilayotgan ishlarimizning o'z navbatida ommaviy axborot vositalarida yoritilishi ham asosiy o'rin tutmoqda. Jumladan, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi tomonidan birinchi chorak davomida 5 ta video material, 4 ta maqola, 3 ta radio eshittirish tayyorlanib, respublika va mahalliy ommaviy axborot vositalari orqali yoritildi. Hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan birgalikda tumanimizning ma'naviy ma'rifiy jihatdan yanada rivojlanishda bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanmiz shiori ostida samarali ishlarni amalga oshirishga hammamiz birgalikda va hamjihatlik bilan ish olib borishga tayyormiz.